Keyingi sizga savolim. Bu menimcha judayam ko'p joyda beriladi bu savol. Output nima bo'ladi va uni qanday to'g'rilasak bo'ladi? Если что, xato bo'lsa agar. Hozir bu yerda 3 ta o'zi qaytib beradi. Ya'ni 3-3. Bizda hozir kerak bo'layotgan narsa tushunishim bo'yicha 3 gacha bo'lgan sonlar chiqarib berish kerak, to'g'rimi? Hozir bu yerda xato sababini topdim. I bu yerdagi o'zgaruvchilar let var constda har xil muammolar kelib chiqdi. Varda eski bo'lganligi uchun bu function scope'ga olinyapti, global bo'lib qolyapti. Mana bu var. Agar shuni letga o'zgartirib qo'ysak, muammomiz to'g'rilanadi menimcha. Do'stlar, bu videoning to'liq qismini WStudio.uz YouTube kanalimda ko'rishingiz mumkin. Albatta ko'ringlar, like bosinglar va obuna bo'linglar. Bu men uchun juda ham muhim. Hammaga rahmat.